Ko'pchilik tug'magan ayollarimizni va qizlarimizni qo'rquvga soladigan bir kasallik, ya'ni bachadon miyomasi bilan homilador bo'la olamanmi? Albatta homilador bo'la olasiz. Bu bachadon miyomasining qayerda joylashganligi va o'lchamiga qarab farqlanadi. Agarda bachadon miyomasi bachadonning mushak qavatida va tashqi seroz qavatida joylashgan va hajmi 3 santimetrdan kichkina holatda bo'ladigan bo'lsa va oziqlanmaydigan, ya'ni qon tomir bilan ta'minlanmaydigan holatda bo'lsa, bunda siz bemalol homilador bo'la olasiz. Qaysi holatda xavfli hisoblanadi? Ya'ni bachadonning ichki qavatida, ya'ni submukoz bachadon miyomasida va hajmi kattaligi sababli bachadonning ichki qavatida deformatsiya bergan holatda bunda homilador bo'lish xavfli hisoblanadi va homiladorlikda ham homilaning tushishi va qon ketib qolish xavfini oshiradi. Bunday holatlarda operativ yo'l bilan bachadon miyomasi olib tashlanadi va siz bemalol homilador bo'la olasiz. Aziz ayollarimiz, agar sizni bachadon miyomasi muammosi bezovta qilayotgan bo'lsa, unda bizga murojaat qiling va bizni kuzatishda davom eting.